Nima edi bu? Bu katyolni zo'ri. Bu o'sha Nur Texno Group katyollari. Boshidan tushuntiramiz buni afzalliklari nimada. Birinchi afzalligi ko'mir yordamida ham isish imkoniyatiga ega. Ya'ni bemalol ko'mirni to'kib qo'yasiz, 2 kunga bemalol bitta zapravka yetadi. Motorlari ham 750 vatli sifatli motorlar qo'yilgan. Undan tashqari listi cho'yandan tayyorlangan bo'ladi. 3-4 millimetrli metal, hattoki ichki garelkalari ham bular cho'yandan tayyorlangan. Ya'ni usti cho'yan, ichi yupqaroq oddiy temir emas. Bu boshqaruv paneli. Bu panel yordamida butun katyolni nazorat qilasiz. Undan tashqari Wi-Fi orqali smartfoningiz yordamida dunyoni istalgan nuqtasidan turib ham bemalol boshqarishingiz mumkin. Buning uchun uyda Wi-Fi bo'lishini o'zi kifoya. Bemalol katyolni yoqamiz. Bu yerda necha darajada ishlash. Ya'ni 60 daraja bo'lishi kerak. Va bu yerda necha daqiqa dam olib, necha daqiqa ishlashi. Bu eng optimalnisi 3 daqiqa dam olib, 3 soniya ishlashligi. Bu esa ortga aylantirish tugmasi. Bu chiroqlari harakatga sezadi, ya'ni masofadan turib harakat sezib, o'zi avtomatik tarzda yonadi. Va bu yerda bu qo'shimcha aksessuari, ya'ni ariston o'rnida ishlatiladi. Sizga 60 litr bepul issiq suv bilan ta'minlab beradi. Bu materiallari nerjavika va komplektatsiyasiga qarab turib tunukadan ham foydalaniladi. Ichida 6 santimetrlik steklovatalar bilan jihozlangan. Ko'ryapsizlar, to'laqonlik izolyatsiya qilingan, ichidan ortiqcha hid va tutun chiqishini himoya qiladi. Va bu hovlilar uchun, ofislar uchun bo'lsa, ko'p qavatli uylar yoki mana shunday do'konlar uchun elektr radiatorlarimiz. Ushbu radiatorlarimiz ham kvadraturasiga qarab hajmi o'zgarib boradi. Va gazda ishlovchi katyollarimiz, bu yerda UPSlar, o'zini maxsus miyalari va ishlatiladigan xom ashyolarimiz bemalol ko'rishingiz mumkin. Va bu katyolimiz ko'mir tanlamaydi. Ya'ni barcha turdagi ko'mirlarda bemalol yonib beradi. Va qo'shimcha UPS alohida xohlasangiz sotib olishingiz mumkin yoki o'zingizda bo'lsa UPS orqali ishlatsangiz ham bo'ladi. UPS svet o'chib qolgan taqdirda ushbu sirkulyatsion nasoslarda va ushbu olovni yoqib beruvchi nasoslarimizni ishlatib beradi. Ko'rib turganingizdek, showroomimiz bemalol kelib katyollarni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Va yana bitta kompaniya tarafidan taqdim etilgan qulayliklar, bular 36 oy, ya'ni 3 yillik kafolati. Shundan 12 oyida, boshlang'ich 12 oyida nafaqat usta haqqi, balki ehtiyot qismlari ham mutlaq bepul. Qolgan 24 oyida siz shunchaki ehtiyot qismga to'lov qilasiz, xizmat haqlari esa mutlaq bepul. Avvalo, servis xizmatiga ishingiz tushmaydi. Sababi maxsus Koreya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilmoqda. Buzilish ehtimoli nihoyatda kam. Mabodo buzilib qolsa ham, yuqorida aytganimizdek, butun O'zbekiston bo'ylab ushbu taklifimiz amal qiladi. Yana qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlar orqali bog'lanib, mutaxassislardan batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nur Texno Group sizni qishdan arzon va sifatli himoya qiladi. Bu katyolni zo'ya. Qani?